Assalomu alaykum, hurmatli professor o'qituvchilar, PhD tayanch doktorantlar va magistrlar. Ismim Jamoliddin Razzoqov, kimyo fanlari doktoriman. Top dunyoni 200 talik reytingidan o'rin olgan Belgiya qirolligining Antverpen universitetida PhD ilmiy darajasini olganman. Hozirda irrigatsiya qoshida ochilgan Fundamental va amaliy tadqiqotlar institutini direktor lavozimida ishlab kelaman. Demak, faoliyatim davomida oxirgi 7-8 yil davomida 82 ta Scopus'da bazasida indeksatsiya bo'lgan jurnallarda maqola chop etganman. Demak, siz biror bir maqola shakllantirdingiz, sohada yangisiz, lekin yozgan maqolangiz qaysi jurnalga mos kelishini bilolmay turibsiz. Shu holatda qanday yo'l tutish kerak? Demak, maqolani shakllantirib yozib olgan bo'lsangiz, maqolani abstrakt qismi bo'ladi. O'sha abstrakt qismini birinchi navbatda ko'chirib olamiz. Men demak o'tgan yili Nature nashriyotining Scientific Reports jurnalida chop etgan maqolamni abstrakt qismini mana demak ko'chirib oldim. Endi internetga kiramiz. Demak, asosan eng katta nashriyotlardan birilari bu Elsevier. Demak, Google'ga yozamiz Elsevier Journal Finder deb. Demak, yozdik. Bundan tashqari Springer Nature bo'yicha ham mana Journal Finder deb yozsangiz chiqadi. Mana Springer Nature Journal Finder and Open Access Funding. Undan keyin Wiley nashriyoti bor. Wiley Journal Finder. Uni ham yozdim va Francis and Taylor and Francis Journal Suggester. Journal Finder deb yozgandim, mos saytni topib berdim. Demak, Elsevierga Journal Finderga kiramiz. Qolganlariga ham kirib qo'yamiz. Birma-bir ochaveradi. Internetimiz biroz sekinroq ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Demak, Journal Finder. Ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor. Scopus bazasidagi jurnallar pulli deb o'ylashadi. To'ppa-to'g'ri pulli jurnallar ham bor. Bu jurnallarga siz pulini to'laysiz, sizda maqolangiz open access bo'lib chiqadi. Ya'ni hammaga dostupni, hamma ko'chirib olish mumkin bo'ladi. Lekin jurnallar bor. Bu subscribe based jurnallar deyiladi. Siz maqola jo'natasiz, hamma narsa mutlaqo tekin. Saytda ham qabul bo'lingandan keyin onlayn paydo bo'ladi. Scopus bazasida ham indeksatsiya bo'ladi. Hammasi demak ko'ngildagidek davom etadi. Faqat bitta narsa, u jurnallar tekin bo'lgani uchun sizda maqolangiz PDF shaklda yuklab ola olmaysiz to'g'ridan-to'g'ri. Uning uchun jurnalga pul to'lash kerak bo'ladi. Demak, hozir mana Elsevier Journal Finderga men qo'ydim va izlashga berdim. Demak, internetimizda biroz muammo bo'ldi. Demak, internetimizda biroz muammo bo'ldi. Davom etamiz. Demak, mana jurnallarni Elsevierga topishga berdim. Springer Nature, Continue, demak, Wiley, Taylor and Francis, bunga ham qo'yamizda topishga berib yuboramiz. Demak, mana Elsevier
bizni maqolamizga mos keladigan jurnallarni topib berdi. Agar chap tarafda ko'rgan bo'lsangiz, mana bu journals that offer open access. Bu pulli jurnallar. O'shaning uchun buni o'chirib qo'yamiz. Bizga pulli jurnallar kerak emas. Mutlaqo chop etishda tekin jurnallarni ro'yxatini ber dedik. Mana demak, meni qilgan ishim Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters impact factori 2.2. Mana 4 kunda jo'natganingizdan keyin javob keladi. E, mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Agar pul beradigan bo'lsangiz, maqolangiz open access bo'lib yuklanadi platformaga. Bepul beradigan bo'lsangiz, u jurnalni faqat pul to'lab olib o'qish mumkin bo'ladi. Lekin Scopus bazasida hozir ko'plab universitetlar, institutlar ro'yxatdan o'tgan, o'sha ro'yxatdan o'tgan institutlarda agar tanishlaringiz bo'lsa, bemalol u maqolalarni internetdan tortib olsa bo'ladi. Yo bo'lmasa chet elda yurgan tanishlaringizga bersangiz, institut, universitetda ishlayotgan, ular ham olib berishi mumkin. Chunki chet elda bu narsalarga to'lov qilib qo'yiladi har doim. Demak, keyingi jurnalimiz Chemical Biological Interaction Impact Factor 5.4 mana. Biosensors and Bioelectronics impact factori 10,5. Gene Reports 0.9 impact factori. International Journal of Pharmaceuticals 5.2. Lekin meni ishimda demak eng ko'proq mos keladiganini o'qib ko'rib topishim mumkin. Endi qilingan ish juda zo'r bo'ladigan, yangiligi yuqori bo'ladigan bo'lsa, impact faktori yuqoriroqqa. Agar ichida yangiligi kamroq bo'ladigan bo'lsa, unda impact faktori pastroq jurnalga bergan ma'qul, chunki taqrizchilardan kritika kelib, maqolangizni qaytarish mumkin. Demak, shu tarzda maqolani nima qilish mumkin? Misol uchun, menga Bioorganic Chemistry'ga ham mos keladi. Structure jurnaliga ham mos keladi maqolamiz. Demak, farmakologiyadan biroz uzoqroq, lekin Brain Research degan jurnalga ham mos keladi. Sababi o'sha Alzgeymer kasalligida muhim rol o'ynaydigan oqsillarga elektr maydon effektini tekshirganmiz. Computational and Theoretical Chemistry impact faktori 208, biroz pastroq, lekin bu jurnalga ham mos keladi. Xullas, shu tarzda o'zingizga mos bo'lgan jurnalni topib olish mumkin. Topib olgandan keyin jurnalni pejiga vizit qilib, ro'yxatdan o'tib, jurnalni bosqichma-bosqich topshirasiz. Demak, endi xuddi shu protsessni Springer Nature Journal Finder'dan izlaymiz. Demak, hozir bizga eng yaxshi mos keladigan jurnallarni mana taqdim etadi. Demak, mana bu yerda ham Open Access bu pulli jurnal. A European Biophysical Journal bu mos keladi maqolamizga. Bu hybrid, to'lovsiz ham maqola chop etishingiz mumkin. Journal of Molecular Modeling bu ham mos keladi, hibrid. To'lasangiz ham bo'ladi, to'lov qilmasangiz ham bo'ladi. Demak, Molecular Neurobiology, mana impact factori 4.3. Demak, Communications Chemistry, Cellular and Molecular Life Sciences bunga ham mos keladi. Bu lekin open access ekan, pulli jurnal. Molecular Psychiatry hybrid, Neuroscience Bulletin hybrid, bemalol to'lovsiz jo'natsa bo'ladi. Journal of Computer Aided Molecular Design, Molecular Neurodegeneration bu ham open access ekan. Ko'rib turibsiz, juda ko'p jurnallar ham open access, ham to'lov qilmasa ham bo'ladigan jurnallar ro'yxati kelib chiqdi mana. Mosini tanlab jo'natishimiz mumkin bu ishimizni. Demak, keyingisi xuddi shu narsa Wiley the abstract va mana maqolangizni mavzusini ham, title'ni ham yuklatyapti. Demak, find deymiz. Mana. Demak, open access degan joyini optional deb qo'yamiz. Demak, bizga hozircha o'chirib tursak yaxshiroq. Ko'proq jurnal bizga
suggest qiladi. Demak, Geophysical Research Letters yo'q, to'g'ri kelmaydi. Bilmadim, lekin Wiley'ni negadir Journal Suggester yaxshi ishlamayapti hozir. Biz uchun kerak bo'lmagan jurnallarni nima qilib turibdi. Demak, Pythonni o'chirib tashlasak, soddaroq qilib berdim. Demak, Pythonni mos keladigan jurnallar chiqyapti. Macromolecular Rapid Communications, Impact Factor 4.6, Chem to'g'ri keladi. Small biroz bunda materialshunoslikka ko'proq urg'ular beriladi, shuning uchun mos emas. Plasma Processing Polymers juda ham mos kelmaydi. Chemical Catalysis Chem bu ham biroz uzoqroq. Mana juda ko'p yana boshqa nimalarni ko'rish mumkin. Advanced Angewandte Chemie International Edition va hokazo va hokazo. Demak, keyingisi navbatdagisi Francis and Taylor. Mana bunga ham tashladik nimani maqolamizni abstraktini. Demak, International Review on Physical Chemistry unchalik mos emas. Molecular Physics qisman mos keladi. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Mana shu jurnal bizni qilgan ishimizga to'laligicha mos keladi. Mana misol uchun Francis Taylor and Francis nashriyotidagi maqolamga mos jurnalni topdim. Shu ko'proq mos keladi. Demak, yana taklif qilinayotgan Journal of Receptor and Signal Transduction biroz uzoqroq. Electromagnetic Biology and Medicine bu ham mos keladi jurnal. Supramolecular Chemistry yo'q. Molecular Simulations bu ham mos keladi, chunki biz kompyuter simulyatsiyasini bajarganmiz. Demak, eng ko'p jurnali bor. Men hozir sizlarga 4 ta nashriyotdan chop etmoqchi bo'lgan maqolangizga mos jurnalni qanday topish haqida qisqacha ko'rsatmalar berdim. Shu tarzda jurnallarni topib, mos jurnalni topib maqolangizga nashriyotga jo'natishingiz mumkin.